paynetga borganda foiz oladi, xizmatiga, chunki hatta ishchi bor, elektr energiya bor, kompyuter bor, internet bor. Masalan, 10 ming so'm to'lasak, 1000 so'm to'laysiz xizmatiga desa bo'ladi. Shunda desa bo'ladi. Xizmatimiz bor, 1000 so'm, 2000 so'm. Foiz degan so'zni faqat haromga ishlatavermanglar-da. Mana biz tijoratlarimizda ham foiz qo'yamiz, foiz qo'ymaslikning iloji yo'q. 20%, 10%, 7%, 5% degan so'z ishlaydi, iloji yo'q. Sheriklarda ham shu 50% ga 50% ishlaymiz deydi. 50 ga 50 degani shuda, foydani 50% sizniki, 50% meniki deydi. Tovar olib keladi, necha foiz qo'yamiz deydi. Do'konlar shu. Do'konlarda shu kompyuter programmalar ham shu bilan chiqarilyapti hozir. Kompyuterda boshiga masalan kelgan tovarlarga 14% ezib turib bitta kinovkani siz o'zi narxini chiqarib beraveradi o'zi hammasini. Foiz deganda faqat haromni tushunmaylik-da. Bu sudxo'rlikning sharti berib bir narsa beradi, masalan pul berib turib, farqi yo'q unga. Menga har oyga $100 berib turasan deydi. Shu sudxo'rlik bo'ladi. Har oyga ma'lum pulni bitta aytadi, bo'ldi. Farqi yo'q unga, u zarar ko'radimi, ko'p foyda ko'radimi, shuni berasan deydi, bo'ldi, menga farqi yo'q deydi. Mashinada bo'lmaydi. Shu narsalar bo'lmaydi.